Guangdongda yuz bergan 26-iyun voqeasiga hozirga qadar Guangdong o'lkalik hukumat va markaziy hukumat ifoda bildirdi. Ammo Uyg'ur rayonlik hukumat hozirgacha sukut qilmoqda. Muqimlik haqida har vaqt fikr bayon qilib kelayotgan Nurbahri 2 Uyg'urning o'limi va 118 Uyg'urning yaralanganligi voqeasiga bir eg'izma inkos qaytarmadi. Bu ahvol vatan ichidagi Uyg'urlar orasida kuchli norozilik paydo qilmoqda. Bu da qism qilgan adat kichik voqea emas. Bu voqea shunchaki cho'ng bir voqea bo'lsa ham bu hukumat taraf bu voqeaga hech qanday ifoda bildirmay 5-chi tiqilib bordi. Bu Abdul rayonning kadrlarimi, rahbarlarimi hammasi hech bo'lmagandek yuryapti. Mesela Xitoylar o'zlari bergan internet to'rdagi shu video filmlar odam ko'rsa shunday serildi endi. Bir millatni bu dunyoda hech qanday yerdan bunday qarlab, bunday urib, qo'llab yurib, urib o'ltirgan ish bu dunyoda bo'lmasa asli bo'lmasa kerak. Bugun Shanxayda tijorat qilayotgan bir qism Uyg'urlar Guangdong voqeasi haqida Uyg'ur rayonining raisi Nurbahriga xat yozgan. Biz shu yaqin bo'layotgan shu Uyg'urlar Xitoylarni iporayotgan devlet tarafından bizga kelayotgan bularning zulmini itibashmadi. Bularning xalq tarafından kelayotgan bu haqorat, bu zulmlar bizni haqiqatan ham qattiq o'ylantirib qo'ydi. Shu munosabat bilan biz ham shu ahvol qilayotgan ham shu qanday qilsak bo'ladi boshqa tarafga bir qism kishilardan maslahatlashib bo'lmishlarning bakriga bir xat yozmoqchi bo'lyapmiz. Yani buni hozir tayyor qildik. Ham buning qanday ifoda bildirdi bilmaymiz. Endi mishada bir şehirde Şanxay'da turayotgan shu Uyg'urlardan birlashib o'tirib, shuni bir qilpaqayda endi. Endi shuni endi oldin yetish uchun biz hozircha bir 8 turlik ishni o'tirib qo'ydik. Shanxaydagi Uyg'ur tijoratchilarining qarashicha, voqeaga jiddiy ko'ngil bo'lish kerak bo'lgan taraf Uyg'ur rayonlik hukumat, jumladan Uyg'urlarning vakili qilib tayinlangan rais Nurbahri bo'lish kerak. Chunki atalmish 5-amga kuchlarini Xitoyga o'rlashtirish Nurbahrining ijroatidir. Hozir sizlar Nurbahriga xat yozibsizlar. Sizning asli kutildig'ininglar nimati? Nurbahri layoqatli bir rais bo'lgan bo'lsa, bu masaladan keyin qanday pozitsiya ko'rsatish mumkin-di? Endi bu Nurbahri hech bo'lmaganda Abdul rayonning bir rais bo'lgan ekan, bu masala endi bir endi Xitoyda o'zingiz bilsiz, siyosiy chetilgan ishlarga hech kim aralashib bo'lmaydi. Shunday siyosiy chetilganliklar u hech kimning kuchi yetmaydi, hukumat o'zi tarafga o'tadi. Qanday bir taraf bilgancha bir taraf. Endi bu siyosiy chetilgan bir masala bo'lmagan ekan, bu bir dehqon bir bolalarniki ishga ishlaymiz deb berib, bularni o'z ixtiyori bilan bo'lgan emas. Hukumat bir tutash o'rlashtirib, unisini opirib, unimag'anni majbur opirib qilgan ish bu. Hukumatning qo'li bor ish. Unda bo'lgan ekan, hukumat o'zi ham Abdul rayon biladigan, o'zi qo'l tiqib bir tutash ishga o'lka yetgan bolalar bo'lgan ekan, biz o'yladik. Ammo ashlarni o'zi berib, endi bu ishni zot nagacha zot qancha o'ldi, buni kim o'ltiradi, buni zot qonun bo'yicha bir taraf qilish kerak degan bir so'zni qilava deb o'ylab buni yozyapmiz endi. Shanxaydagi Uyg'ur tijoratchilar Nurbahridan oldi bilan Guangdong voqeasining tafsilotini Uyg'ur xalqiga to'liq va to'g'ri oshkorlashni, andin Guangdong hukumatidan qotillarni qoldirmay tutish va qattiq jazolashni talab qilishini, buning bilan birga voqeada ziyonkashlik uchragan Uyg'ur ishchilarni Uyg'ur rayonida ishga o'rlashtirishni talab qilgan. Ular bu talablarni bunday shaklda bayon qilgan. Birinchi shovganda Uyg'ur qizlari nima uchun rahimsizlarcha urilib o'ldirildi? Ikkinchi, shovgan aholisi yolg'on xabar uchun shu darajada g'altirlashdimi? Yoki yurtida ish kutib turgan yosh yigitlarni ishga o'rlashtira olmay, uzoqlardan Uyg'ur degan bir millatning ishchi elib kelganiga norozilik bildirdimi? To'rtinchi, maqsad fikr o'lkalardagi Uyg'ur ishchilarni qo'rqitib qo'yib o'tishmi? Beshinchi, nima uchun shovganda Uyg'ur va Xitoy yardamlar o'lganlar haqida xabar qamal qilindi? Altıncı, nima uchun Uyg'ur avtonom rayonidagi barliq Uyg'urcha turbatlarga maxsus uqtirish qilinib, 6-ayning 26-kundagi voqea to'g'risidagi xabarlarning berilishi birdek ma'lum qilindi. Avtonom rayonning rahbarlari nimadan qo'rqdi? Nimalarning oshkorlanib qilishidan qo'rqdi? 7-ci, Markaz komitet bu qatimda voqea to'g'risida bir taraf qilindi. 8-ci, Shovganda masala Uyg'ur avtonom rayonidagi minglagan mavjud masalalarning kichkina bir ko'rinishi. Abdul rayonning rais Nurbahri bu mavjud masalalarga sal qaramasligi bu qatimda voqeaga ega chiqishni talab qildi degan mazmunni yozdi qanday. İnkaslardan ma'lum bo'lishicha, navbatda Uyg'urlar Guangdong hukumatining voqeani bartaraf qilish sur'atidan norozi. Hatto voqeani odil bartaraf qilish niyati samimiy emas deb qaramoqda.
bir axborotchininki ishi bilan bu ishni bo'ldi qilishga uriniyotirdi bular. Hech bo'lma deganda bu video kartalardan qanchalik odamni qo'g'lab yurib o'ltirib qolgan biz ko'ryapmiz, fakt aniq. Xitoyninki hech qanday bu begunoh Uyg'ur ishchilarni urib o'ltirganlarni so'rab, ularni bir qonun bo'yicha bir taraf qildigan alfoz yo'q hozircha. Shanxaydagi Uyg'ur tijoratchilarining qarashicha, agar hukumat taraf voqeani bir taraf qilishda samimiy bo'lgan bo'lsa, voqeaga aloqador yolg'iz bir kishini, ya'ni yolg'on xabar tarqatquchini qo'lga olish bilan kifoya qilmagan. Voqeada zo'ravonlik qilganlardan oz deganda bugunga qadar 200 kishini qo'lga olgan bo'ladi. Pozitsiyasi bir taraf qilamiz degani samimiy emas deysiz. Samimiy emas. Ular buning masalan har qanday bir bu Xitoyda har qanday bir ishdan masalan boshlamchida deb ish tutadi bu odamlar. Misol bir to'rt odam tursin, uni birini boshlamchi deb oladi qo'lga. Shuning uchun uning shunda bir cho'ng bir vaqtda boshlamchi bo'lish kerak, uning agash kuchi bo'lish kerak, urib o'ltirgan odamlar bo'lish kerak. Hech bo'lmagan ishlarni tutib, ishlarni sotlab nima uchun bu vaqtda odamlar urdi, qancha odam o'ldi, buningga xalq aniq hisobotga berish kerak. Uyg'urlar qancha odam o'ldi? Agar Xitoyda o'lganmiz, kimlar o'ldi? Bu urush qanday kelib chiqdi? Buning kimlar ishtirok qildi? Qancha odam javobgar? Bu hisobotni Xitoy hozircha bermayapti. Qanday o'y bor? Bu hozircha noma'lum. Ana bular endi ikki taraf to'qinishi, ikki guruhning urushi deganni tilg'ayotdi. Biz hozir bu masalada o'ylanayapmiz-da, bu ikki taraf to'qinishi emas, bir tarafniki hujum qilishrak turdi. Masalan, ikki taraf to'qinishi bo'lganda ikki guruh birlashib mushishadigan, urushadigan ish kelib chiqadi bundan. Ana bu soat 2 bo'lgan voqea. Endi hammadan biladi, soat 2 degan bu yarim kecha degan gap odamni uxlaydigan dam olgan vaqtida bu. Demak, mush fursatdan bu Xitoylar foydalanib o'tirib, xato to'qmoqlar bilan tuyuqsiz hujum qilgan masala bu. Tuyuqsiz hujum qilgan vaqtda Nurbekri muqimlikning muhimligini hammadan ko'p ta'kidlab kelmoqda. Ammo uning bu qitimqi voqeada shukturilishi to'rbatlarda tövandagidek savollarning o'ttirg'i chiqishiga sabab bo'ldi. Nurbekri ta'kidlayotgan muqimlik zodi qandaq muqimlik? U Xitoy xalqining bexatarligini ko'zda tutamdi. Yoki Xitoydagi 56 millatning biri bo'lgan Uyg'urlarning bexatarligini o'z ichiga olamdi. Nurbekri bir qitimlik motam marosimida bir Xitoy askari uchun ko'z ish qilgan edi. 2 nafar Uyg'ur ishchi to'mir kaltak bilan urib o'ltirilganda Nurbekrdagi u bag'ri yumshoqlik nega ketdi? Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida biz sizlarga Shanxaydagi bir qism tijoratchilarning Guangdong voqeasi haqida Nurbekriga xat yozganligi haqida tafsiliy xabar berdik.